Kerem eshikni ichidan taqib etgandan keyin ko'zlaridan shahvat uchqunlarini yondirib, sho'lgaylarini chachirtib, bir nimalarni deb, meni go'llab, asta menga yaqin kelmoqda. Men bo'lsam jalaqlab titirganimcha bu yerdan qochib ketishning amalini izlab, har tarafga qaraydim. Bu uy sal chatrak bo'lg'ashqa, vaqirsam boshqalarning anglab ketishini atayin. Yana kelib u degan cho'pcho'ngli bir erkish tursa, men vaqirsamla u og'zini etib olish uchun meni tutib oladi. U chaqda qochib ketmagim tas bo'ladi. Zodi qanday qilaman? U texmi yaqinlab kelyotdi. Tuyuqsiz Kangning bir tarafidagi o'choq beshida qo'yilgan bir botilka pivaga ko'zim tushdi. Yugurib berib uni oldimda, o'choqning qirig'i urib chiqib, chiqilgan tarafini bo'ynimga tangladim. O qadamlarini darhol to'xtatdi. Nima qilmoqchisan? Qo'lingdagini tashla. Keyningga yon. Yaqin kelma. Bo'lmasa, mush yerda o'zimni o'ldirib olaman. Ahmoqlik qilma. Biz degan amon bir uyning odami bo'lamiz. Sen baribir yana necha kundan keyin mening xotinim bo'lasan. Ilgari keyinlikning nima farqi bor? O shundoq deb oldiga bir qadam oldi. Og'zingni yum. Oldinga yana bir qadam oladigan bo'lsang, seni umrlik pushaymon qildirib etaman. Bu ishlarni opang o'zi pilalagan. Nima deb men pushaymon qilgudakman? O shundoq deb sat hijaydi. O degan opam ishkinglarning ishi. Buni dadam bilmaydi. Biroq bugun bu yerga chiqib ketganimizni dadam biladi. Navoda men bu yerda o'lib qolsam, kichikgina qizni bo'zaq qilgan, ham o'lishiga sabab bo'lgan deb bir umr turmada yotsan, albatta opamni qochib qutulmaydi. Men shundoq deb uni teximi ishondirish uchun botilka partisini bo'ynimga takkizdim. Menga ayon, men faqat uni qo'rqitmoqchi. Navoda u ishonmay, yana menga yaqinlashmoqchi bo'lsa, men rostilla o'lishga rozimanki, hargizmi uningga dapsanda bo'lishni xohlamaydim. U rostilla qo'rqib qoldi bo'g'ay. Ko'z chanoqlari yo'g'nashqa boshladi. Unda qilma. Hozir seni katkizib o'tay. Men yana necha kun saqlay olayman. To'yimiz bo'lgan kuni seni qanday qilaman kun qini? Sana tegmayman. Bu to'y amaldan qoladi. Men opangga to'yliq uchun 15 ming yen pul berib bo'ldim. Meni saran ko'rib kelishdingmi? Demak, opam boyqa 10 ming yendan boshqa yana 5 ming yenni ep bo'pti. Asli bugungi bu ishlar yuz bermagan bo'lsa, men ularning rayiga beqib bu to'yni qilsam qilay deb o'ylagan edim. Biroq hozir pulni men qaytarib beraman. O bu gapimni anglab, menga tanglab turgan qo'lini tushirib turib. Ma'qul. Biroq undaq oson ish yo'q. Men o'zim bilan olaman. Bashasi bo'yicha bir haftaning ichida qaytarib bo'lasan. To'liq qaqti so'qti qilaman dema. Pulning o'zini qaytaraman. Mumkin emas. Bashasi dedim-mi? Bashasi bo'yicha bir tiyinmi kam qilmay berasan. Meni to'la bu nayrangdan qo'rqidi deb qilma. O'simini olsang ol, biroq 3 hassini beraman. Yana kelib 3 yil muhlat ichida qaytaraman. Xiyolimda opam dastlab olgan 5 ming yenni bermagan holatdimi, boyiqa 10 ming yenni bersa, qolganini 3 yilgacha ishlab tepib beraman. Faqat pokligimni saqlab qola olsamla, umr bo'yi qarz to'lab o'ssam rosi deb o'yladim. 3 yil? Sen meni saranchoqlab qolgan o'xshamamsan. Sen bilan bu yerda so'dilishib turadigan bekor vaqtim yo'q. O shundoq deb qo'limdagini tortib olish uchun meni tutmoqchi bo'ldi. Yaqin kelma. Men shundoq deb botilka partisini bo'ynimga yenik sanjadim. Bo'ynimdan qon sirg'ib chiqishga boshladi. O endi ishanda bo'lg'ay, qo'rqqanidan joyida to'xtab qoldi. Ma'qul. Sening deganingdek bo'lsin. Biroq to'liqlab 50 ming bersan. Yana tilxat yozib bersan. Bo'lmasa,
Apangning seni xo'rlab setivatgan ishini butun mahallaga dam etaman. O shundaq deb oldimga qog'oz qalamni tashladi. Hozirgi birdan-bir umidim bu yerdan chiqib ketish edi. Boshqa ishlarni o'ylab o'ltirg'idek rayim yo'q. Dadamni o'ylaydim. Navada dadam bu ishlarni bilsa, qandoq bo'lib ketdi? Bir tarafda ikki bolasining onasi bo'lgan ayoli, bir tarafda mendek bir uchinchi shaxsdan tug'ilgan qizi. O bu ishlarni qabul qila oladimi? Bo'ldilar. 3 yil vaqt degan xeyli uzun-ku. Sirtqa chiqib ishlasam to'lab bo'laman. Men shularni o'ylab, bir qo'limda botilka parchasini, yanala bo'ynimga tanglagan holda, yana bir qo'lim bilan avaylab, oldimga tashlab bergan qog'ozga tilxat yezib, bo'ynimdan chiqqan qon bilan barmoq bosdim. Ondan qog'ozni kan ustiga qo'yib, uningga eshikni ochqizdim. U eshikni ochib kan tarafga, men bo'lsam eshik tarafga parallel holda asta qadam oldik. Eshikning yeniga kelib, chaqqonlik bilan uydan chiqdim. Uning keynimdan chiqqan chiqmaganini bilmayman. Bar kuchim bilan yugurdim. Qo'limdagi botilka parchasini tashlamadim. Qish kuni bo'lg'ach, bo'ynimdagi yarini chaponimning yaqisi bilan ching besib oldim. Uyga kelsam, darvoza oldida opam meni saqlab turibdi. Qaraganda uyga kirmagan chig'i to'nglab titrab ketibdi. U meni billa ep chiqib ketgan tursa, billa yondirib kelishi kerakda, bo'lmasa dadamga qanday javob beradi? Har qancha bo'lsa-mu, dadam o'z qizining o'gay opsi sababli boshqalarning qo'lida dafsanda qilinishiga hargiz qarab turmaydi. Opammi dadamni yaxshi ko'radi. Uningga bekli ko'ynadi. Uning xafa bo'lib, kesilining qo'zg'alib qolishini xohlamaydi. Darvoza oldiga kelib, uningga qarabmi qo'ymay, hujra uyimga kirib ketdim. Uyga kiribla ishga yo'linib o'ltirib qoldim. Biroq bugun yig'lamadim. Qalbimning cho'nqur qiytidan bir xil o'shmanlik lovuldashga boshladi. Birdan o'ltirgandan keyin asta o'rnimdan turib, aynak oldiga keldim. Bo'ynimdagi yara yenik bo'lib, yo'lda kelguncha chiqayotgan qon to'xtab qolgan edi. Biroq yara iziga qarab, aynakdagi ko'zlarimdan azaldan paydo bo'lib boqmagan g'azab, nafratni ko'rdim. O'z-o'zimga men hargiz bundoq yashamayman. Ularga mening o'zimga tushliq qadr-qimmatim borligini bildirib qo'yaman deb va'da berdim. Atsi sirtqa chiqqanimda opam oqshomgi barliq ishlardan xabar topgandek qiladi. Buni uning saldak tutilib ketgan chiroyiga qarab his qilgan edim. Degandek, tomoqdan keyin u meni ayrim chaqirib, "Ajab nochkansan, ha? Tega 50 ming yuanga xat yozgudek bo'psan." dedi. "Nima? Bo'lmabdimi? Ajaba, uning meni dafsanda qilishiga qarab tursam bo'lamdi?" Bu gaplarimni anglab, u hang-tang qoldi. Chunki bu tunji qitim uningga mushundaq talaffuzda gap qilishim edi. "Hoy, gaping ajab cho'ng'o sening, ha? O'zingning qandaqligini unutib qoldingmi? Ipitini yo'qotgan sendek bir qizning qachon izida bo'lgan? Unutib qolmadim. Qizingizning meni qandoq setivatganini unutib qolmadim." Bu gapimni anglab, u hayron qolmadi. Demak, u bu ishlarni biladi ekan. Kerimdan olgan pulini uningga qaytirib bering. Qolganining amalini o'zim qilaman. Bu pulga dadangga dori olaman. Bu oyda dadangning kasali 2 qatim qo'zg'aldi. Doktorlar chatning bir xil dorisini yesin deydi. Bak qimmatkan. Qimmat bo'lsa-mu epamisak bo'lmas. Yana texi ufkang bilan ochang'imi pul lozim. Men 2 oydan ortiq vaqt tegan 10 ming yuandan ko'proq pulning bir pungini ep qolmay sizga berdim. Uyning kivizimi xeyli ko'p pul bo'ldi. Amdilikda mushu pulga dori olmasangiz bo'lmaydigan bo'lib qoldimi? Uning gaplarini anglab, achchig'imda shukur ovozda gap qilib soldim. " Sen texi mendan uyning pulini surishtiqigidek bo'ldingmi?
O shundaq deb meni urishga qo'lini ko'tarib uning qo'lini tutib olib pastga tushiribdi. O texmi hayron qoldi. Ma'qul. O 50 ming yuan pulning amalini o'zim qilay. Men shundaq deb cho'nqir birni tinivatgandan keyin oshxonadan sirtqa chiqdim. Unutib qolma, texi dadangning davolanish pulimi bor. O keynimdan shundaq deb to'lig'ini chiqib qoldi. Bir kecha o'ylanish orqali Nahiya bozoriga kirib ishlash qaroriga keldim. Bu ishni dadamga maslahat selish uchun uning yiniga kirib, qandaq ig'iz etishni bilmay, uzun o'ltirdim. Apam chiqib ketgandan keyin dadam: "Nim bo'ldi, Gulnoz? Bir gapingiz bormidi?" deb so'radi. "Ha, dada. Men Nahiya bozoriga kirib ishlaymikin degan. Kerem bilan ko'rishib, uning bilan bo'lgan to'ynimni bekor qilib etdim." Dadam cho'nqur bir o'qtatib atgandan keyin: "Bo'pti. Ishligingiz bo'lsa, ishlang. Balkim sirat ishlasangiz, bu uyda turgandan yaxshiroq bo'lar." Dadamning gap so'zlaridan, chiroy ifodasidan opam ikkimizning o'rtasidagi ba'zi ishlarni ko'ngli to'yganligini his qildim. Dadamni buncha oson ma'qul bo'ladi deb o'ylamagan edim. Rahmat dada. Biroq har qachon aqlingiz bilan ish ko'ring. Harigiz yomon yo'lga kirib qolmang. Undaq kishilar bilan aralashmang. Cho'qim pokiz yasham qizim. Men nima deyishimni bilmay, dadamga esilib yig'lab ketdim. Dadammo beshimni siylab turib, peshonamga so'ydi. Shundaq qilib atisi atdiganda Nahiya bozoriga kirishga tayyorlik qildim. Mangadigan chig'imda dadam qo'limga 200 yuan pulni tutqizib: "Avval ammangizning uyiga bering. U sizga shahardan muvofiq ish tepib beradigan bo'ldi," dedi. Men dadamga ma'qullik bildirgandan keyin uydan chiqdim. Opammo ortiq gap qilmadi. Ammamning uyi shaharga yaqin yerdagi yezida edi. Dadamning deganidek men avval hammamning uyiga bordim. Hammam bilan mungdishib, bir oqshom turgandan keyin atisi Nahiya bozoriga kirdik. Hammamning yo'ldoshining bir tonish orqali bir lo'ngi to'qimchilik zavodidan ish topdim. Qishning jondan o'tgidek ochiq sovuqida men bu yerda ishlash uchun qilib qoldim. Oyligimga dastlabida 1200 yuan chiqdi. Keyingi oyda boshlab 1500 yuanga chiqdi. Nahaytimi tejab o'tkazdim. Heliqi 50 ming yuanning g'imini qilmasam bo'lmaydi. Uygimi 10 necha kunda bir dam olganda boratdim. 9-oyning oxiri edi. Bir kuni xizmatdashim menga uydan telefon kelganligini deb, yan telefonni menga tutqizdi. "Vay, Gulnozmisan?" Bu opamning ovozi edi. "Ha, bu men. Uyga kelib qo'yaymi demaysan? Aran qutuldim degina. Bu uydagilar sening yodingda bormi, yo'qmi?" "Ma'qul, dam olganda boray." Uning bilan davomli paranglashishga rayim bo'lmay, telefonni qo'yib etdim. 3 kundan keyin damlash vaqtimda uyga bordim. Uning nima deb qaqshaydiganligini biletdim. Chunki ocham bu yil oliy maktabga o'qishga mangan bo'lib, pul ketadi. Shunga u eg'iz etishdan burun dadamning qo'liga o'zimni bilib 1000 yuan tutqizdim. Biroq uning chiroy ifodasidan rozi bo'lgandek qilmaydi. U qandaqmi rozi bo'lsin? Uning heliqi amroq qizig'lar oyda 1000 yuandan ko'p pul ketadigan tursa. Biroq dadam bekli xush bo'ldi. "Bermasingizmi bo'ladi, qizim. Sizning har oyda og'iningizmi ancha ko'p emas. Sirt deganda pul ketadi, qizim." "Hech qisi yo'q dada. Keyin ko'proq topa olsam, sizlarga ko'proq beraman. Bo'lmasa qaytib kelib, kevaz ko'tira elib, paxta teramsan ya. 2 oy tasang xili ko'p pul topa olaysan." Opamning bu gapini anglab, uning haqiqiy maqsadini tushundim. Men gap qilib bo'g'icha dadam: "Bo'ldilar. Yanala joyida ishlab olsin. Bu yerga kelib,
boshqalarning ko'ziga cheliqib yurmasin. Deb opamni to'xtatib qo'ydi. Kechqurun men ishlayman deb qaytib ketdim. Mana, hozir bu yerda ishlayotganimga 1 yil bo'pti. O'zim yiqqan 10 ming yuan pulni Keremning kartasiga urib berdim. Qolganini bu ozg'ina maoshim bilan yana 2 yilda qanday chiqib bo'laman? Bu yerda tamoqqa ko'p pul ketadi ekan. Uydagilarga bermasam texi. Mushlarni o'ylasam, beshim to'limi qatadi. Men azaldan boshqalar bilan yaqin o'tmaydim. Chunki bu yerdami bizning mahalladan bir nechalar ishlaydigan bo'lg'ach, hali opsi 3-shaxsda o'zimi opsini do'rab boshqalarni ozdirib yurdi desa, hali aslida ko'chaga chiqib qolgan, buzilgan deganda gaplarni tarqitib, meni to'limi bearam qiladi. Biroq ta'limga bu yerda men bilan birga ishlaydigan Arzugul ismli bir qiz menga bak yaqin edi. U bak ko'ngli tuz, xushchiray bo'lg'ashqa, dastlab o'zimni ep qochib yursammi, uning illiq muomalasi meni bara-bara uningga yaqinlashtirib, yaxshi do'stlardan bo'lib qoldik. Har ikkimiz bir-birimizning o'tmishini bilatdik. U bir qatim to'y qilgan. Erining bak ko'p xo'rlashiga uchrab, hatto urib tug'ilay deb qolgan bolasini tushirib o'tkashga chidamay ajrashib ketgan. Hozir bu yerda ishlayotganiga 1 yildan oshgan bo'lib, mendan 3 yosh cho'ng edi. Uning ota-onasi ayni chaqda uni zo'rlab yotliq qilib, baxtsiz qilib qo'ygani uchun endi uning rayiga beqib, nahiya bozoriga kirib ishlashiga qo'shilgan ekan. Men Arzugul bilan ularning uyiga 2 qaytib borgandim. Onasining shunchalik mehribon, shunchalik illiq muomalasidan bakli ta'sirlangan edim. Yana taxi ular cho'ng opamning singlisi Pashaxon, cho'ng opamning tam qo'shnisi ekan. Shu bahonada Pashaxon cho'ng opamni yo'qlab turdim. Uni ko'rsam, cho'ng opamni ko'rgandek bo'latdim. Pashaxon cho'ng opamdan anglasam, uning bir o'g'li Urumchida ishlaydi ekan. U yerda faqat yaxshi ishlaslar oyda xili ko'p pul topqili bo'ladi ekan. Buni anglab, menda Urumchiga berish istagi qo'zg'aldi. Arzugul bilan maslahatlashib, billa boradigan, umi ota-onasini qoyil qiladigan bo'ldi. Pashaxon cho'ng opammi mening barliq ishlarimni bilgach, berishimga qarshi turmadi. Texi o'g'li bilan aloqalashib, u bizga ish tepib beradigan bo'lib, telefon nomerini berdi. Endi faqat dadamni qoyil qilishli qolgan edi. Bu qitim dam og'inimda uyga kelib, bu ishni dadam opamga maslahat soldim. Dadamning qo'shilmasligidan bakla ansirgan edim. O'ylamagan yerdan dadam qo'shiladiganligini aytdi. Men bakla hayron qoldim. Opamga bu gaplar xush yoqmadi bo'lg'ay, sirtqa chiqib ketdi. Dadam birdan turib olgandan keyin Achingiz bilan yaxshi o'ting. Qandaqli bo'lmasin, sizlar degan qarindosh. Bu uyda opangiz bilan kelishamay yurganingizdan ko'ra, o'zingiz xohlaganini qilganingiz albatta yaxshi. O'zingizga yuz kelalisingizlar bo'ldi, qizim. Menmi qachon sizlarni tashlab ketadiganimni aniq bilmayman. Hammadan bak ansiraydiganim yanada siz. Bilaman dada. Xotirjam bo'ling. Hargiz yomon yo'lga kirib qolmayman. Sizga o'zimga yuz kelmaydigan ishni hargiz qilmayman.